Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Bugun uzoq umr ko'rish ushalmas orzu afsona emas. Texnologiya, ilm-fan rivojlanar ekan, inson umri ham uzayib bormoqda. Lekin turmushimizdagi ayrim bir illatlar salomatlik yo'lida tahdid, chekish, ichkilikka berilish, nosog'lom ovqatlanish. Yuzga kirish hammaga ham nasib etavermaydi. Bugunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bugun dunyoga kelayotgan insonlar esa bizdan uzoqroq yashash tayin. O'tgan asrda rivojlangan davlatlarda insonlar umri deyarli 30 yilga uzaygani ma'lum. Amerikaliklar hozir o'rtacha 78 yil umr ko'radi. Mutaxassislarning aytishicha, betartib, nosog'lom ovqatlanish, badan tarbiya bilan shug'ullanmaslik va tamaki mahsulotlari iste'moli odam hayotini qisqartiradigan omillar. Bu kabi odatlar insonni rak, saraton, yurak va qand kasalligiga yetaklaydi. AQShning Garvard va Washington universiteti olimlari bu kabi nosog'lom hayot tarzi oqibatida inson qancha yilni boy berganini o'rganib chiqdi. Gudars Danai tadqiqotchilardan biri. What we found was that Izlanishlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki, AQShda qon bosimining yuqoriligi, semizlik, sigareta chekish o'rta hisobda erkaklarni 5 yil, ayollarni esa 4 yil umrdan ayiradi. Semiz odamlar orasida yurak kasalliklari, diabet keng tarqalgan. Buning oqibatida esa yosh bo'la turib, umri xazon bo'layotganlar talaygina. Uzoq umr ko'rishni istaysizmi? Maslahat oddiy. To'g'ri ovqatlaning, ko'p jilmaying, yurakni keng qiling. Akmal Ziyo, Amerika ovozi televideniyasi uchun.